Guayu'nun xotini balları var. Bunun neçe ballısı var. Hem üç parçalık hakkında kısanamın kasarını sözlüsem, bu yerde maş Guayu'nun ballısı var mı? Zhang Fei'nin ballısı var mı? Zhuge Liang toyqanda pek kızıqıdı ballıcı maşınınki xotin ballarga. Hem de üç parçalık hakkında kısanın televizyon tiyatrda bu eniq tasvirlengen. Nemiş eniq tasvirlenmeydi? Çünkü üç parçalık hakkında kısa. Bunun mühim mesele Sav Liu Bei Sunchuanlarning o'tirishki jam, taktika, tadbir, buningda kishilar qahramonlik tasvirlangan. Hamda buningga bu yerga Guayu'ning xotini to'y qilishi, balliq qilishi, Zhang Fei'ning jozuluğunun digil tusa, o kalli yokken o'zgarib ketdi bu Koreyaning tizviyatiga hech kimning ko'rgisi kelmaydigan bir axlatga aylanib qoldi. Tushunami? Hamda asli kitob asarda tasvirlangan o'yin chiqarsak, Guayu'ning bu yerda 3 o'g'il tasvirlangan. Birinchisi endi bequvaq o'g'li Guanping, Guanxing, Guansu. Hamda bu yerki Guanpingga kelsak, Guanping hammamiz eng tunishlar buning bequvag'an hisobda asrandi o'g'li. Buni yoqtirdi, yendan ayrimay yuriydi. Hamda bu Guanping Guayu'ga ergashgan vaqtimizda 20 yoshga kirmagan tahi. Bu vaqtning o'zidagi Guayu Baymatki Masır Yelyang Rencho'larni o'ltagan 5 o'tkalda o'tkichi 6 song'uning qolsagan ajoyib shuhratli nomli palvon bo'g'ashqa bu yer Guanping ixlos bog'lab mushunga ergashgan. Shuningdek, mush vaqtimizda Guayu Sav-Savni tashlab Liu Bei'ni izlab kelgan vaqtimizda Zhang Fei bilan tepishib qoldi. Zhang Fei bilan birlikda Guanjiaozhuangga keldi. Hamda mush vaqtimizda buning familiyasi Guayu'lar bir familiyalik. Shuningdek, bular kelganda bularni qarshi oldi. Kim Guanpingni tutuq o'g'il qilib, birda shundan Guayu qabul qilib, Guanping shundan Guayu bilan ketdi. Hamda shu vaqtdan boshlab bu yerki Guanping Guayu'ning ham o'g'li, ham yordamchisi, ham xizmatchisi, hem katı oldu. Şundan bundan Alan Mart ögündü, batırlıqni ögündü. Keyin bu yerki Guanping Guayu bilan birlikda Jingju'ni qo'g'daydi. Mart Murav yusida mush vaqtimizda Pangdo bilan Guanping 30 martadan bo'lishib yengish ayrilmaydi. Pangdo hamda zaharlik o'q etib Guayu'ni yaralandırdı. Keyin bu yerki Guayu Fanchang hujum qilgan vaqtida Sauronning yana o'q tegdi. Shuni bilan bu yerki Guayu arqimar o'q tegib, zaharlik o'q tegib bu yerda zaharlangandan keyin barbara ojizlab, kasal besib bu Jingju'ni tatqizib qo'yib o'lib ketdi. Mush vaqtimizda Guanping mo Guayu bilan tang o'lishga rozi bo'ldi. Bu vaqtimizda Guanping tehi 30 yoshga kirmagan. Navadamda mishayt Guanping o'lmagan bo'lsa, mush vaqtimizda keyin bu yer Zhuge Liang bilan shimol yurishga vaqtimizda Turshaul sanğın olib, nurg'un cho'ng to'plarni ko'rsatishi tamoman mumkindir. Hamda buning o'z o'g'li Guanxingga kelsak, buning Alan Marti, baturligi u bu jihatda bu Guanpingdan besga hargiz qilishmaydi. 20 yosh vaqtidan boshlab dadasidan Alan Martini, Zhuge Liangdan Alan Martini tang o'rgandi ma'u. Hamda bu yerki Guayu eliqi kalkundan foydalanib Zijagoda bu yerki Pangdo Yujin qatorliq 7 taram qo'shinni suv bilan g'arq mag'lub qilgan vaqtida bu zo'r to'pini berib Liu Bei Zhuge Lianglarga ma'lum qilmayman deb Sichuanga ketib qoldi. Shular bu Sichuanga o bekamda odam berib buni ma'lum qilib tartiblanib bu yerdan ketib bo'lsa oldi burun bu yer Guayu Zhangdonglar tarafidan tutilib qilib mag'lub bo'ldi, Jingju qo'ldan ketdi. Bo'lmasa balki Guanxingmi mishayda o'lib ketishi mumkin deb. Shuningdek bu qolgandan keyin bu keyin Liu Bei bilan birlikda Zhangdongga hujum qilib, dadasining qissasini olish uchun mush vaqtda Turshaul sanğın olib, Zhangdongning 3 sarkarsini orqa-marqa qoldirishni aytdi. Shuningdek Liu Bei deydi, yo'lbosning pushti, yenil yo'lbosda yaraysa birodar, dadamni do'rabsa deydi. Ya'ni keyin bu Zhuge Liang bilan shimol urush qilgan vaqtimizdami, Turshaul sanğını oldin hisobda mangdi. Endi Zhuge Liang shimol 3-qatim yurish qildigan vaqtning o'zida Guanxing kasal bilan uyda alemde ötüdü, ölüp ketdi. Zhuge Liang maş vaqtida qayg'urdi ve bir qantimizdan ayrıldık deb. Hem Guayu o'lgandan keyin bu Guanxingning ta'siri cho'ngdi bu vaqtida-chu. Endi kim qoldi? 3-o'g'li Guansu qoldi. Bu Guansu sizlarga emas, menga anchalik tonish emas. Buning asarda ismi bek ko'p chiqib ketmaydi, voqealigi bek ko'p chiqib ketmaydi. Beshida bir tasvirlanganda qilganlar buning asosli chiqayri bu yerga Zhuge Liang shimol qo'nish qilib, Mongxuni 3-qatim tutishga otlangan vaqtning o'zida tuyuqsiz bir ma'lumot kelib, Guansu sanğın kapto o'zi bilan ko'rishmaydi deb ma'lum qildi. Zhuge Liangga hayron qolib, bu o'lmab ekanmi, hayotni kelib ko'rishib, bundan ahvol so'rab ketdi.
Hem de bunun sözlep berişte Jingu qo'ldan ketgandan keyin bu qo'shin bilan birlikda tarmar bo'lib, qacha-qacha aynig'i dadisdan ayrılib qolgan. Bu qo'shinning nima ketganligini uqmagan, o'z ezib shundan bu vaqtning o'zida, shundan bu yerda birisining uyidan bir dehqonning uyidan bir usuzlik yemtilar deb kirsa, dadisining rasmini tug'an hali haqlar topibchi, shundan voy deb dadisining rasmini oldi jiqlab tursa, Jangdongliq bu yerdagi Guayyuni o'ltirish qatnashgan Guayyuningki Bardar Shamchirini ep qochib ketgan. Bir songun kirib Guayyuni rasmini ko'rib qo'rqib tizilib turdi. Shundan Guayyuni darhol chiqib, ochchig'ib buni o'ltirib, dadisining qisosini oldi-da bu yerda shundan Guayyuni Bardar Shamchirini tortib oldi. Keyin bu Juguliyaning qishiqi mushkapini deb bergandan keyin shundan buni maqtab, jangadan qilib uni kendan Liushan Aduning qishiga olib Adu buni voy sen bo'lsang mayotgancha deb qadrlab u qildi. Kim buning hech qanday kuchi chiqmaydi. Endi balkim avtor Loganjon apandimi mashina ait mujmal oxirini tasvirlab qo'yishlar qilib Subuyda namlı əsərki Guanshanның Guayyuning avlodi deydiganga bir jip qaldırıb qoyğan buluş mümkün deb o'ylayman. Endi Sangojida Guansu chiqmaydi. Tushunalami? Mana bu shunday. Unda bo'lsa Zhang Feining avlodi Zhang Feining necha o'g'li va Batirmi? Mana qiziqadigan do'stlar, Pyongyangga o'shang tengda pizib qo'yinglar, meni Guanju qilgandan keyin bir talaq yurak ko'rib o'tdik. Ha? Keyingi sonda mana shu so'zlab turma. Rahmat.